rabbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Payg'ambarlar qissalaridan mana bugun inshaalloh Nuh alayhisolamning qissasiga yetib kelgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda biz Odam alayhisolamning mana yer yuzida hayoti, undan keyin Shis va Idris alayhissalomlarni hayoti bilan tanishib chiqqan bo'ldik. Idris alayhissalomning hayotiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, shu narsani ko'rdikki, kullu nafsin za'iqatul maut dedi Alloh taolo, har bitta jon egasi albatta o'lim sharbatidan totguvchi deydi. Ya'ni u xoh payg'ambar bo'lsin, xoh oddiy inson bo'lsin, boy bo'lsin, kambag'al, yosh yoki qari bo'lsin, albatta o'lim sharbatidan totishligini mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilayotgan ekan. Hatto Idris alayhissalom mana shu o'limdan qochishligining sababi shu bo'ldiki, Idris alayhissalomning zamonida yashaydigan hamma odamlar topadigan savobni Alloh taolo Idris alayhissalomga har kuni yozishligini va'da qilganda, uzoqroq umr ko'rishlik paydo bo'lib qoldi. Lekin Alloh taoloning taqdiri ekan, ana shu o'ziga muvakkal qilingan farishtalar bilan 4-osmonga ko'tarilganda, jon ana shu 4-osmonda olindi. Va rafa'nahu makanan aliyya dedi Alloh taolo. Bu yerda o'tirganlar 100 yil burun birortamiz yo'q edik yer yuzida. Va 100 yildan keyin birortamiz qolmaymiz. Lekin miyasi bo'lsinki, insoniyat ana shu o'lim degan Alloh taoloning bir belgilab qo'ygan taqdirni esdan chiqarib qo'yganda, kimligini va dunyoga nima kelganligini esdan chiqarib qo'yar ekan. Alloh subhanahu va taolo dunyoga imtihonga kelganligimizni esdan chiqarmaydiganlar qatorida qilgan bo'lsin. Insonlar bir necha qismga bo'linar ekan. Insonlar bor ekan, dunyoda yashashlik mobaynida bizni jannatimizdan, do'zaximizdan mana shu dunyoda o'zar ekan. Ular kofirlar ekan. Insonlar bor ekan, bu dunyo oxirat diyorining ekinzori deb qarar ekan. Ya'ni mana shu ekinzordan o'zini dorul baqosiga abadiy bo'lgan maskaniga olib ketadigan amallar bilan ovora bo'lar ekan. Yahyo ibn Zakariyoning oldiga iblis kelar ekan. Hadislarda rivoyat qilinadi va Yahyo alayhissalom iblisdan so'raydi: "Ey iblis, senlarning huzuringda biz insonlarni necha toifaga bo'lasizlar?" Iblis alayhissalom aytadiki, sizlar insonlar toifasi, biz iblis bilan shaytonlarni huzurida 3 ga bo'linamiz. Bir toifasi shunday insonlarki, insonlarni xuddi sizlarning yosh bolalaringizning qo'lidagi to'p singari ular bizning qo'limizda. Xohlagan ishimizni qildiramiz ularga. Ulardan ko'nglimiz to'q. Ikkinchi toifasi sizlarga o'xshagan payg'ambarlar. Ular ma'sum. Alloh taolo ularni bizdan saqlab qo'ygan, ularda hech qanday bir ulushimiz yo'q. Uchinchi toifasi, bu eng og'iri, bu shunday insonlarki, biz ularni u yog'idan o'tib, bu yog'idan o'tib gunohga chaqiramiz, gunoh qildiramiz, hojatimizni qazo qilaylik deb xursand bo'lib turgan paytda Alloh taologa qaytadida istig'for aytadi, Alloh taolo gunohini kechirib yuboradi. Na ulardan umidimizni uzib ham qo'ya olmaymiz, na mahkam yopishib ham ola olmaymiz. Biz alhamdulillah unaqa kofirlardan qilmadi Alloh taolo sizlarimiz. Payg'ambarlardan ham qilmadi. Endi mana shu 3-chi toifa bo'lishiga harakat qilishimiz kerakki, inson ba'zida bilib, bilmasdan gunoh qilar ekan, lekin Robbisiga qaytishligi bilan Alloh taolo kechiruvchi ekanligini topar ekan. Qur'onda Alloh taoloning mana 99 ta ismi sifati zikr qilingan bo'lsa, Rahmonur Rohim, G'ofurur Rohim, oyatlarda oxirida zikr qilingan. Mana shu Alloh taoloning ism sifatlari Qur'onda eng ko'p zikr qilgani qaysi desak, G'ofurur Rohim degan sifatni topamiz ekan. 56 marta mana shu G'ofurur Rohim sifati zikr qilingan. Hech qaysi ism sifati bunchalik ko'p zikr qilingan emas. Jannatga hech kim amal kirib ketishga kifoya qilmaydi, magar Alloh taolo o'zining rahmati bilan o'rab olgandagina kiramiz. Shuning uchun Parvardigorimizni G'ofurur Rohim ekanligini esdan chiqarmaylik va tavbada doimiy bo'laylik. Bugungi suhbatimizda biz Nuh alayhissalomning suhbatini gaplashamiz deb aytdik. Mana Idris alayhissalom Qobilning zurriyotini qirib tashladi. Yer yuzida faqat yaxshilar qoldi. Mana ba'zida shuna bir o'ylar kelib qoladi-da, agar yer yuzida yomon odamlar bo'lmasa nima bo'lardi ekan? Ertalab uyg'onsak hamma bir Allohdan qo'rqadigan taqvodor bo'lib qolsa, qanaqa hayot bo'lardi ekan degan bir xayollar keladi. Agar shuna bo'lib qo'yganda ham iblisga Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha yashashlikka muhlat berdi. Ana shu yaxshi odamlarning ichidan yana yomonlarni chiqarib olgan ekan. Odam alayhissalomdan keyin Nuh alayhissalomgacha 1000 yil o'tgan. Mana shu 1000 yil ichida odamlar
keltirmagan Allohga. Hamma tavhidda bo'lgan. Kanan nasu ummatan wahida dedi Alloh taolo. Odam o'ldirishlik bo'lgan, boshqa mayda gunohlar bo'lgan, lekin Alloh taolo kechirmaydigan shirk gunohi bo'lgan emas. Shuning uchun Alloh taolo deyapti, Nuh alayhisalomgacha insonlarning hammasi bitta ummat, tavhid ummati bo'lgan. Nuh alayhisalomning qissasida insoniyat hayotiga shirk qanday kirib kelganligi haqida ma'lumotlar keladi. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la suwa'an va la yaghus va ya'uq va nasra. Ya'ni o'zingizlarda olihlar bo'lgan Vud, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasrda hargiz qo'ymaylar dedi Nuh alayhisalom davridagi podshoh. Bu kishilar kimlar bo'lgan? Mana shu aytib ismatlangan Vud, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasr. Bu kishilar Nuh alayhisalomdan avval yashagan solih kishilarning ismlari bo'lgan. Shirk qanday kirib kelgan insoniyat hayotiga? Shunga e'tibor beraylik. Bu ana shu ismi zikr qilingan 5 ta inson o'zini zamonasining zo'r allomalari, solih kishilari bo'lgan, odamlarni Alloh taologa targ'ib qilib da'vat qilgan. Va har bittasini o'zini da'vat qiladigan joyi bo'lgan. Ya'ni Vod degan odam mana ko'chaning narigi boshida masala qilsa, da'vat qilsa, yana bittasi o'rnan boradi. Ular mana shu 5 kishi o'zini umrini yashab tugab o'tib ketganlaridan keyin iblis ana shu ular o'tib ketgandan keyin ana shu 5 kishining zamondoshlari bo'lgan kishilarga inson suratida keldida aytdiki, kelinglar. Bu odamlarni esdan chiqarmaylik. Bizni Allohga da'vat qilganlar. Ularni nomi esimizdan chiqib ketmasligi uchun ana shular o'tirib bizga pand nasihat qilgan joylarda o'shalarni nomi bilan atab qo'yaylik. Ya'ni falonchining toshi, falonchining daraxti, falonchining do'mi deb turib mana shu 5 ta odamning nomi bilan 5 ta joyda nomlab qo'yishdi. Bu jin mana shu avlod, mana shu 5 kishini tanigan avlod. Tirik paytida bu joylarga ibodat qilinmadi. Chunki ular ana shu 5 ta kishi haqida ilmi bor edi, kimligini bilishar edi, ibodat qilishmadi. Lekin ulardan keyingi kelgan avlod ilmdan, ma'lumotdan xabardor bo'lmay qolgandan keyin, ilmdan mahrum bo'lib qolgandan keyin iblis keldida, ana shu 5 kishining joylarida ular sayrlar qilishar edi. Eid bayramlarni o'tkazishar edi. O'shada o'tirgan paytlarida ana shu kishilar qilgan pand-nasihatlarni eslashib, ana shu joyda sayrgohlar paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi avlod nima qilmadi? Ibodat qilmadi u joylarda. Endi keyingi avlod kelganda iblis aytdiki, bilasizlarmi, ota-bobolaringlar bu yerga nimaga to'planar edi? Ular mana shu joylarga sig'inardi. Deb turib, mana shu 5 ta kishining ismi ular uchun olihalarning nomiga aylanib qoldi. Bu e'tibor beradigan narsa shuki, iblis odamlarni buzishlikda tanlagan uslubini ko'ring. Sekin-sekinlik bilan buzyapti odamlar. O'zi odatda bu narsani qurishdan ko'ra buzish osonroq bo'ladi. Lekin iblis bu yerda buzishlikni ham sekin-sekinlik bilan qilyapti. Birinchi avlod bilan yaxshi muomala qilib turib, nomini aytib qo'yadi shu yerga dedi, rozi bo'lishdi. Keyingi avlodga kelganda sabr qilib turdi akalar. Keyingi avlod ilmdan bexabar bo'lgandan keyin ularni sig'intirib tashladi. Shuning uchun biz atrofimizdagi odamlarni Allohning diniga chaqirayotgan paytimizda, odamlarga dinni targ'ib qilayotgan paytimizda mana shu narsadan xulosa olaylik. Iblis sekin-sekinlik yo'l bilan buzibdi. Buzishlik hozir aytyapmiz, osonroq bo'ladi qurishlikdan. Endi qurishlikka harakat qilayotgan odamlar shoshilmasliklari kerak bo'ladi. Hammamiz bilgan shu mashinaning kun ishlari bo'ladi. Shunday emasmi? 8da uzunligi qancha bo'ladi ekan fotoda? 19 qancha bo'ladi? 36 ga nimaga shunaqa uzun bo'ladi? Nimaga bir ikkinchisidan qisqa bo'lyapti? Nimaga farqi bor bo'ladi? Chunki mana shu kulishlar tortadigan joyga rezbalarda quvvatiga qarab turib belgilangan. Iymonga endi kelib, namozga endi qilayotgan odamni 36 kulishdan tortib bo'lmaydi, chunki uni shpilkasiga yechgan. Shunday emasmi? Sizga 19 kulush bo'lib qolgan bo'lsa, u endi 8 u. Bolaga nima deydi? Eng sodda uslubi tushuntirishlikda. Undan osonroq yo'lni bilmayman endi. Lekin men asl bo'lsinki, endi namozga kirib, rezbasi 6 bo'lgan odamni garni kulishidan tortib odamlar yo'q emas ishimizda. Uzvoramiz akalar. Iblis buzishlikda sekin-sekinlikni qo'llatdimi,
tuzatishlikda siz bilan bizdan sekin yo'lashimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda keladi. Inna hada dinamatin fa'ul fihi birizq dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu din mustahkam, og'ir din. Sekinlik bilan kiringlar bunga deydi. Hadis akalar agar eshitmagan bo'lsak. Innal munbatta ma aldan qata'a va la zahran abqa dedi hadis davomida. Otni tinimsiz shoptirayotgan odam na manziliga yetib boradi, na ot tirik qoladi deydi. Maqsad ana shu otni meni manzilga yetib olishi bo'ladigan bo'lsa, ot charchagan mahallda dam berish kerak. Uni sovutish kerak. Unga bir parvarishlik qilish kerak. Keyin safar davom etadi. Alloh taologa og'ir bo'lgan, Alloh taologa mustahkam bo'lgan bu dinida otni choptiradigan bo'lsak, uzoqqa bora olmay qolamiz. Bu dinning tabiati, bu dinning ruhi shunaqa ekan. Sekin-sekinlik. Demak, insoniyat Nuh alayhisalom davrigacha shirk keltirmagan. Mayda gunohlar bo'lgan, boshqa gunohlar, lekin shirk keltirmagan. Iblis insoniyatning ichiga mana shunday uslub bilan shirk olib kirib keldi. Yuqoridagi oyatda sharhi mana shu bo'ladi. Nuh alayhisalom davriga kelganda yer yuzida birorta muvahhid, Allohni bitta deydigan kishi qolmadi. Faqat Nuh alayhisalom tavhidda bo'lgan. Nuh alayhisalom ulul azm minar rusul, ana shu payg'ambarlar ichidagi eng ulug'lardan bittasi. 5 ta deyiladi ular. Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhisolatu vassallam. Nuh alayhisalom insoniyatning ikkinchi otasi, ikkinchi odam deyiladi. Nuh ibn Lamid, ibn Mutashallih, ibn Idris. Ya'ni Idris alayhisalom Nuh alayhisalomning bobosini otasi bo'lyapti. Bu kishilar yuzlab yillar yashardilar. Nuh alayhisalom 1000 yildan ortiqroq umr ko'rgan deb rivoyat qilingan. Imom Buxoriy kelgan hadis Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Odam bilan Nuh orasida 10 asr o'tdi. Ya'ni Odam alayhisalom bilan vafoti bilan Nuh alayhisalomga payg'ambar bo'lib yuborguncha 1000 yil o'tdi va hammasi tavhidda bo'lgan. Mana shu 1000 yil ichida insoniyat hammasi islomda tavhidda edi. Nuh alayhisalom Allohning diniga odamlarni da'vat qilishlikda eng katta bir kuchni sarf qildi. Alloh taolo mana Nuh surasida marhamat qiladi. Astagfirullah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Albatta biz Nuhni o'zini qavmiga ularga alamlantiruvchi azob kelib o'tishidan avval ogohlantirishni deb yubordik. Yana bir Nuh alayhisalom qissasiga bir e'tibor beradigan joyimiz, boshqa tarixlar qissalarni inshaalloh o'qiymiz, Alloh xohlasa qissa. Ko'proq ulamolarning sharhi, hadislar bilan kelgan qissalar. Lekin Nuh alayhisalom haqida faqat Qur'onda oyatlarda kelgan. Ya'ni hadis aytishlikka hojat qolmayapti. Alloh taolo Nuh alayhisalom qissasini, bu qissani bir ulug'ligidan Qur'onda juda ko'p o'rinda oyatlarda nozil qilgan bo'ldi. U kishi qavmini da'vat qildi. Ey qavmim, men sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Alloh taologa ibodat qilinglar, undan taqvo qilinglar va itoat qilinglar. Sizlarning gunohlaringizni kechiradi va sizlarni ma'lum bir ajalga yaqin kechiktirib turadi. Albatta Alloh taolo ajali kelgan paytda hech kim uni qaytarishga qodir bo'lmaydi agar bilsanglar. 950 yil da'vat qildi Nuh alayhisalom o'zining qavmini. Kim 50 yil umr ko'rmay o'tib ketyapti? 950 yil. Ertayu kech bitidan ham shu da'vat qildi, yoppasidan da'vat qildi, pishirgan da'vat qildi, oshkora baqirgan da'vat qildi, lekin bularni Alloh taolo qalbini hidoyat qilmasa, 950 yil payg'ambar qo'shnisi bo'lib turib, la ilaha illalloh diyonatini o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Mana Robbisiga qilgan shikoyatida Nuh alayhisalom aytadi: "Qala robbi inni da'awtu qawmi laylan va nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." Parvardigorim, men qavmimni layla nahar, kunduzi ham kechasi ham da'vat qildim. Meni ularga bo'lgan da'vatim mendan faqat qochishligiga sabab bo'ldi. Qachonki men ularga da'vat qilgan paytimda barmoqlarini quloqlariga tiqib olishdi va ko'ylaklari bilan etaklaridan yuzlarini to'sishdi va kibr qilishdi. So'ngra men ularga oshkora da'vat qildim. So'ngra men ularga maxfiy da'vat qildim, sirriy da'vat qildim. Aytdimki, Robbilariga istig'for etdilar, albatta Alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi bo'lgan zot. Siz bilan bizga Alloh taolo la ilaha illalloh degan ne'matni shunday hadiya qilib berib qo'ydi. Kimimiz qo'shnimiz payg'ambar? Kimimiz payg'ambar zamonida yashayapmiz? Alloh taolo siz bilan bizga bergan eng katta ne'mati bu la ilaha illalloh degan ne'mat. Buni qadriga yetolmayapmiz. Faras qiling, 950 yil da'vat qilganda
eng ko'pi 80 ta odam iymon keltirgan ekan. Eng ozg'i 10 ta odam iymon keltirgan ekan. 100 yilga bittadan to'g'ri keladi. Bu nima degani? Alloh xohlagan bandasiga iymon degan ne'matni berar ekan. Mana shu o'tirganiga Alloh taolo shu ne'matni beribdimi? Mana shu biz yurtimizda yashayotgan kalima go'ylarga iymon ne'matini beribdimi? Alloh taolo katta marhamati bo'ladi. Nuh alayhisalom qavmini da'vat qildi va bu da'vati faqat Allohga itoat qilsalar, oxiratda mukofotni olasizlar emas. Islom dinida aytilgan hukmlarga amal qilinadigan bo'lsa, uni samarasi shu dunyo hayotida ham beriladi. Mana quyidagi oyat bunga yaqqol hujjat bo'ladi. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara. Men qavmimga aytdim, sizlar Robbinglardan gunohlarni kechirishini so'ranglar, Alloh gunohni kechirishi bo'lgan zot. Istig'for aytganda Alloh taolo 5 ta narsani va'da qiladi. Diqqat qilaylik. Ya'ni biz aytgan subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyotganimizga oxiratda olamiz ajrni. Lekin dunyoviy hayotimizda ham qandaydir bir foydasi bormi degan savol bo'lsa, quloq solib turaylik. Yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sizlar istig'for aytsanglar deyapti Nuh alayhisalom. E'tibor beraylik. Mana shu tijoratimizga, bog'rog'imizga, bola-chaqamizga, mol-dunyomizga qanaqa ta'siri bor buni? Agar biz Qur'onda har bitta oyatini haqida qabul qilganmiz, iymon keltirganmiz bunga. Agar shu da'voimiz rost bo'lsa, qalbimizda shak bo'lmasin, quloq solib turaylik. Istig'for aytgan bandasiga Alloh taolo istig'for aytsalar, ustinglarga yomg'irli bulutni jo'nataman deydi. Va sizlarni mol dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiraman. Va sizlarni anhorlaringizda to'ldirib suv bilan oqizaman, bog'roqlar beraman dedi. E'tibor bering, yomg'ir yog'sa yurtingizda, bola-chaqa pul bo'lsa, bog'roq zo'r bo'lsa, daryoda to'lib suv oqsa, nima kerak yana? Nima kerak bitta insonga? Insonni so'ragan narsa shu, bolam chaqanda yuribmizmi? Bu berilgan 5 ta ne'matning ikkitasi orada o'tib ketyapti. Biz shu narsani qo'llab yurib, ibodat qilib, kechani kunga ulab, ibodat qilib, mehnat qilib tijoratda. Lekin istig'forni qo'yib qo'yapmiz bir chekkaga. Biz 10 soat ishlamasdan 8 soat ishlab turib, bir yarim soat astag'firulloh deb qo'yaylik-da, Alloh taolo berib qo'yadi bu yerga. Agar bas bu naql bilan gaplashishga gap ketadigan bo'lsa. Hadislarda keladi, kim istig'forni o'ziga lozim tutsa deydi Alloh taolo. Alloh deydi, torlikdan kenglikka chiqaradi va mushkulni oson qiladi va kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi deydi. Bizning e'tiqodimiz qani buning ustida? Istig'forda tinimsiz aytilishi, istig'for nima? Astag'firulloh va atubu ilayh. Astag'firulloh qiyin emas. Qiyin emas. Biz 100 marta astag'firulloh deb qo'ygandan ko'ra 2 soat tankada turamiz mashinamizda. To'g'rimi? Chunki o'shaga chiqqanimizda bizga non bor. Bu kalimani aytib o'tirsa bizga non yo'q. Biz kalimani aytib qo'yib qo'limizni sal qimirlatib qo'yib Alloh taolo beraveradi. Lekin men afsus bo'lsinki, biz mana shu moddiy tarbiya ostida bir taslanib qolganligimiz uchun teva bilan aloqamiz uzilib qolgan. Sizlar istig'for aytinglar, Alloh sizlarga ustinglarga yomg'ir beradi. Sizlarni mol dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'larni beradi va sizlarga anhorlarni beradi. Demak, ekin-tikini borada nima qilish kerak ekan? Istig'for etish kerak ekan. Bolam chaqam deyotgan odam nima qilish kerak ekan? Istig'for etish kerak ekan. Shunaqani o'ng quloq, so'ng quloq eshitib olaylik, yozib olaylik. O'zimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana avvaliy oxirgi gunohlarni kechirgan kishi kuniga 100 martadan 70 martadan istig'for etgan bir o'tirganda. U gunohlarni kechirgan kishi. Ha bizga Alloh taolo gunohini kechirishigidan tashqari 5 ta narsa beraman demayaptimi? Kelinglar istig'for etaylik. Biror reys kamroq qilib. O'sha vaqtlarda Nuh alayhisolamning davrida bir kofir podsho yashagan. U kofir podsho Nuh alayhisalom bilan hech kimni gaplashmaslikka targ'ib qilgan edi. Alloh taologa shikoyat qiladi Nuh alayhisalom. Qala Nuhu robbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu va waladuhu illa khasara va makaru makran kubra. Parvardigoro, ular menga osiy bo'ldi qavmim. Va ularning mol dunyosini, bola-chaqasini ziyoda qilmaydiganga itoat qilishdi va menga qarshi makr hiyla qilishdi. Makaru va makaralloh vallohu khayrul makirin. Ular ham makr qildi deydi Alloh taolo. Biz ham makr qildik deydi. Makrdan eng yaxshisini Alloh qiladi deydi. Innahum yakiduna kayda va akidu kayda famahilil kafirin amhilhum ruwayda. Ana shu kofir podshoh
o'zini qavmiga hukm chiqardi. La tazarunna va la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va rasuwa. Ana shu 5 ta olihlarni qo'ymanglar. Nuhga quloq solmanglar, sizlar ana shu butlarga ibodat qilaveringlar. Podshoh tomonidan shirkka buyurildi. Nuh alayhisalomga iymon keltirgan ana shu 10 ta yoki 80 ta kishini mu'zomi aksariyati kambag'al, bechora, notavon kishilar edi. Ya'ni odatda payg'ambarlarga kimlar iymon keltirgan? Qonni qulsog'ati odamlarga u xudo kerak bo'lmaganda nazarida. Chunki hamma nima qilyapti? Puli bilan hal qilyapti, tanish-bilishi bilan, amali bilan hal qilayotgan bo'ladi. Odatda Allohga muhtojligi bor odamlar iymon keltirgan ekan. Nuh alayhisalomga ham aksariyat iymon keltirganlar kambag'al bechoralar bo'ladi. Shunda ajoyib bir shart qo'yadi bu podshoh. Aytadiki, "Mana biz senga da'vat qilishga ruxsat ham beramiz. Sen bilan gaplashib o'tirarmiz, ehtimol senga iymon ham keltirarmiz. Faqat bitta shartimiz bor. Ana shu atrofingdagi kambag'al, qalang'i, qasang'i kishilarni nari qilasan. Ular xor, biz azizmiz. Ular past, biz balandmiz" deb ularni Nuh alayhisalomning oldidan haydashlikka taklif qildi. Ya'ni dunyoda hamma o'zini boshqadan ustun deb biladi. Shunday emasmi? Hammamiz ichimizda shayton bormi? Men sendan bo'yim uzun deymiz ekanmiz. Men sendan pulim ko'p deymiz. Men sendan kuchliman, men sendan chiroyliman deymiz. Albatta qaysi narsamiz bilan boshqalardan o'zimizni nima qilamiz? Ustun deb bilamiz. Lekin insonda azizligi bu dunyo matosi bilan, qandaydir shakl bilan belgilanmaydi. Alloh taolo nima dedi Qur'onda? Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning hurmati balandrog'inglar bu Allohdan ko'proq qo'rqqan taqvodorlaringlar dedi. Bu dunyoda hamma o'ziga bergan bahosi baland. Hech kim o'ziga past baho bermaydi. Albatta u yaxshi boshqalardan. Endi u narxni Alloh taolo belgilasin ekan. Insonning narxi nima bilan belgilanyapti? Bizda ham shu o'lchov ishladimi? Biz o'zimizdan jini pul kamroq odamni ko'rsak, men sevaroq ko'rishamiz. Bizdan menroq kiyinib kelgan odamni ko'rsak, ularga hurmatini joyiga qo'ymaymiz. Qo'yinchi ana shu tashqi ko'rinishga qarab turib biz baho beramiz insonlarga. Bu ana shu yuzaki baho berishlik. Alloh saqlasin. Hala kimi narxi nech pulligini Alloh subhanahu va taolo oldiga borganda taroziga qo'yganda o'lchanar ekan. Ungacha hamma o'ziga baho beraveradi. Eslanglar, Alloh bitayotgan maxluq o'ziga baho beruvdi. Nima bo'ldi oxiri? Kim edi u? Shaytonmidi? Ana xoyrun minhu. Men undan yaxshiman deb nima bo'ldi? Seni undan yaxshiligini Alloh aytsin. Shunday emasmi? O'sha uchun biz azizligimizni, bizni aziz emasligimizni Alloh taologa o'lchovga solib bilamiz ekan o'zimiz. Astagfirullah. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithluna wa ma naraka ittabaka illa alladhina hum aradinuna badiya ar-ra'i wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Ana shu o'zini qavmini malolari. Malo degani bu bizni tilga o'rganda o'zini qavmini katakonlari degani. O'zini ana shu nuqta qavmidan bo'lgan malolar, kofir bo'lgan malolar. Aytishdiki, sizlarda bizni ustimizda hech qanaqa bir oshcha joylar yo'qligini ko'ryapmiz. Ey Nuh, sen bizga o'xshagan bitta odamsan va senga ergashganlar ham ichimizdagi eng past, razil bo'lgan, hech qanday bir ovozga ega bo'lmagan kishilar ekan. Seni balki yolg'onchi deb gumon qilamiz biz deydi. Nuh alayhisalomga javob berdi. Ey qavm, agar Alloh taolo menga o'zini hujjati bilan, risolati bilan menga payg'ambarlik degan ne'matini bergan bo'lsa va sizlarga bu narsa ko'rsatilmagan bo'lsa va men sizlarni xohlamayotgan iymonga majbur qila olaymanmi? Bu degani hidoyat Allohning qo'lida ekan. U payg'ambar mingta mo'jiza ko'rsatganda ham Alloh bermasa hech kim iymon keltira olmas ekan. Bo'lmasa 950 yil qo'shnisi payg'ambar bo'ladi, bitta kalimani ayta olmaydimi? Kalima aytish xususida Abu Jahlga, Abu Lahabga mana oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah, tabbat yada abi lahabin va tabba. Abu Lahabga qo'li sinsin, qurisin va sura oxirigacha. Mana Muhammadni yolg'onchi qilishlikka bizga imkon bo'ldi dedi kofir Makka mushriklari. Abu Lahabga kelib aytdiki, sen hech qachon iymon keltirmaysan ekan. Muhammadni yolg'onchi qilamiz. Ana shu aytgan kalimasini qaytarib qo'y, Muhammad yolg'onchi bo'ladi dedi.
Harcham urinmasin, ana shu la ilaha illalloh degan kalima kelmadi tiliga. Uni kim beradi? Bizga osonlik bilan tilimizdan chiqarib olgan kim? Bizni ish qo'ydi bu kalimani aytish uchun. Alloh taolo bizga hadiya qildi. Biz Muhammad alayhisolamga ummat qilaveradi, qadrga yetishimiz kerak bu narsa. Ey qavm, men sizlardan bu qilayotgan ishim uchun ajr so'ramayman. Meni ishim ajri Robbil alamin zimmasida. Va menga iymon keltirgan kishilarni o'zimdan nar qilib haydamayman ham. Albatta ular Parvardigorga yo'l qo'yishdir. Lekin men sizlarni johil qavm ekanligingizni ko'ryapman. Ey qavm, agar men ularni o'zimdan nar qilsam, Allohdan bir musibat kelsa, kim mendan u narsadan saqlab qoladi? Axir eslatma olmaysizlarmi? Va men aytmayman dedi Nuh alayhisalom, meni qo'limda osmon yerda xazinalar, Allohning xazinalari bor va g'aybni bilaman deb aytmayman. Men farishta ham emasman. Va sizlar pastga urib to'g'ritmayotgan insonlarni, men o'zimdan nar qilayotgan kishilarni Alloh taolo o'zining yaxshiligidan mahrum qiladi deb ayta olmayman. Shu xivordan keyin qavm aytdiki, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'ksarta jidalana. Ey Nuh, ko'paytirib yording talashib tortishlik. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sodiq. Agar rost payg'ambar bo'lsang, rost bizga bir azob kelishidan bizni qo'rqitayotgan bo'lsang, keltir shu baloyini. Allohning payg'ambariga ochiq nima bo'ldi bu? Chaqiruv bo'ldi, izib bo'ldi bu. Qala innama ya'tikum bihillah in sha'a wa ma antum bimu'jizin. Alloh xohlasa yuboradi bu baloni va sizlar unasan to'xtatib qola olmaysizlar. Mana shu xivordan keyin iymon keltirayotganlarning soni to'xtab qoldi. Ana shu 10 ta deyilyapti yoki 80 ta deyilyapti, birorta odam iymon keltirmay qo'ydi. Bir o'tgan avlod keyingi kelayotgan avlodi burungisidan fujurda, fisqda qattiqroq bo'lardi. Burungisidan rasvoroq kelaverdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan Nuh alayhisalomga to'xtang degan buyruq keldi. Zaifligidan, kuchi yetmay qolganidan, chidamay qolganidan da'vatni to'xtatib qo'ygani yo'q Nuh alayhisalom. Balki Alloh taolo tomonidan vahiy bilan to'xtatildi. Astagfirullah va uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Hud surasi. Va Nuhga vahiy qilindi. Albatta sizni qavmingizdan bugungacha iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmaydi va ular qilayotgan ishdan noumid bo'lmaydi. Allohga hamd sano bo'lsin. Ana shu oyat tushgan vaqtda kofir bo'lib yashayotganlardan qilib qo'ymadi biz Alloh. Chunki o'sha davrgacha iymon keltirib qolgan iymon keltirdi, qolganini Alloh taolo pishdi deyapti. Hech kim iymon keltirmaydi, da'vatni to'xtatavering dedi Alloh taolo. 950 yil da'vat qilib 10 ta odam iymon keltiryapti. Ko'zimizni katta ochaylik. Bizga Alloh katta narsani bergan. Nuh alayhisalom da'vatni to'xtatdi. Qavmi duoibat qildi. Kazzabat qablahum qawmu Nuh fakazzabu abdana va qala majnun va zujr fada'a robbahu anni maghlubun fantasir. Ulardan ilgari Nuh qavmi bizni bandamizni yolg'onchiga chiqardi va aytdiki, majnun deyishdi. Shunda Nuh alayhisalom duoibat qildi. Parvardigoro, albatta men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam ber. Har bitta payg'ambarga ijobat bo'lishi aniq bo'lgan bittadan duo berilgan ekan. Nuh alayhisalom ana shu duosini mana shu joyda qildi. Men mag'lub bo'ldim, o'zing yordam ber. Endi yer yuzida musulmon bo'lmagan biror odamning tirik qolishi mumkin emas. Chunki Alloh taoloning va'dasi bo'lyapti bu yerda. Nuh alayhisalom ana shu Nuh surasida Alloh taologa iltijo qiladi. Nuh aytdi, Parvardigori, albatta ular menga osiy bo'lishdi va ularning moli dunyo bola chaqasini ziyoda qilib milyonga itoat qilishdi va makr qilishdi. Va ana shu olxalaringlarda Vod, Suva, Yag'us, Ya'uq va Nasrlarni qo'ymaylar deyishdi. Va juda ko'p kishilarni adashtirishdi. Ana shu qilgan xatolar tufayli cho'ktirildilar va jahannamga ravona bo'ldilar. Qala Nuh robbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Alloh taolaga nido qildi, Parvardigor yer yuzida kofirlardan birortasini qo'ymagin. Xo'p, endi hech kim iymon keltirmaydi. Nuh alayhisalom nimaga duo qilyapti? Ana shu iymon keltirgan ozgina toifani ham ular adashtirishmasligi uchun Alloh taolodan ularni halol qilishligini so'radi. Alloh taolo
mana shu duosidan keyin Nuh alayhisalomga kema qurishlikni buyurdi. Va wahayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina va wahyina. Biz Nuhga vahiy qildik. Fulk yasang, fulk mana shu katta kema bizni vahiyimiz bilan, bizni ko'rsatmamiz bilan. Akalar Nuh alayhisalom birorga bo'lgan emas ekan. U qanday kemani qurib oldi? Alloh taolo aytayapti, men o'zim o'rgatib ko'raman sizga qanaqa qilib kema qurishni deyapti. Jabroil alayhisalom kelib, bu yerni bunday aralang, bu yerni bunday mixlang, bu yerni bunday randilang deb Jabroil alayhisalom kelib o'rgatib turdi. Kemani uzunligi 1 kilometrdan uzunroq deyiladi akalar rivoyatlarda. Hozirgi kunda 1 kilometrlik kema faqat temirdan bo'lishi mumkin. Hatto hozirgi kundagi shunaqa bir texnologiya rivojlangan davrda ham yog'ochdan 1 kilometrlik kemani bilmadim endi. Yasash mumkinmikan. Lekin o'sha davrda turobgorlikdan xabari bo'lmagan Nuh alayhisalom 1 kilometrlik kemani yasadi yog'ochdan. Sabab Alloh taolo o'zi o'rgatib turibdi. Demak Alloh taolo o'rgatsa, bilmagan odam ham biluvchi bo'lar ekan. Rivoyatlarga ko'ra Nuh alayhisalom kemani 100 yilda qurib tugatdi. Tog'da oldida yashaganligi uchun daraxt ko'p bo'lmagan. Daraxtda ekkan ekan, bu yoqdan o'sguncha daraxt pishib yetilgan, kesib olib kelib qo'shib ishlatavergan. 100 yilda qurdi kemani. Qani kema qurish 100 yil vaqt ketyapti. Biz o'zi 50-60 yil umrimizda dunyoda obod qo'raman deb tipirchilyapmiz. Bu devorimizning rangini zamonga qarab, mo'lga qarab yiliga 2 martadan bo'yayapmiz. Kemani tog' ustiga qurdi Nuh alayhisalom. Astagfirullah, wasna'il fulka bi a'yunina va wahyina va la tukhatibna fil ladina zalamu innahum muraqun. Bizni vahiyimiz bilan, bizni ko'rsatmamiz bilan kemani quring va zolim bo'lgan kimsalar haqida menga xitob qilmang, albatta ular cho'ktiriladilar dedi Alloh taolo. Hukm chiqdi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti, ey Nuh, ular haqiga duo ham qilmang, ularga istig'for ham aytmang, tamom, ular endi halok bo'ldi. Nuh alayhisalom mana aytdik, da'vatni qo'ydida, endi nimani boshladi? Ya'ni umrining bir qismida Alloh taolo bitta buyrug'i bo'ldi. Qavmingizni da'vat qiling dedi. Shu da'vatda 950 yil turdi. Endi to'xtating, kema yasang dedi, da'vat shuni to'xtatdi, nimaga o'tdi? Hadislarda keladi, Nuh qavmi kelib Nuh alayhisalomni masxara qildi. Ya Nuh, sultana jaran ba'dan kunta nabiyya. Ey Nuh, payg'ambar bo'lganingdan keyin endi durab qoldingmi? Ya'ni seni jinniligingga ishonmasdik, endi jinniligingga ishondik. Chunki kemani tog' ustiga qurasanmi? Astagfirullah, va yasna'ul fulka va kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu. Kemani yasar ekan Nuh alayhisalom. Har safar ana shu qavmini malolar o'tgan paytda uni masxara qilishdi. Nuh alayhisalom aytdi: "Qala in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum." Bugun sizlar kulyapsizlarmi? Biz ham sizlar ustilardan kulamiz ertak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda mana sahih hadislarda keladi, Ibn Abbosdan rivoyat qilingan kemani sifat haqida. Subhanalloh, shu kema bor ekan hozirgi kunda. Quloqimiz katta ochildi, shu kema bor hozir. Chunki Fir'avnning jasadi turibdi muzeyda. Wala qad taraknaha ayatan fa hal min mudakkir deyapti Alloh. Men ana shu kemani mo'jiza qilib, oyat qilib qoldirib qo'ydim. Fikr yuritadigan bormi deyapti Alloh taolo. E'tibor beringlar. Fir'avn cho'kkan mahallada u bilan birga qancha armiyasi cho'kdi, qancha temir ot, yog'och aravasi cho'kdi. Nimaga hammasi chirib yo'q bo'lib ketdi shuncha ming yil ichida? Nimaga Nuhmani Fir'avnning jasadi qoldi? Al-yawma nunajjika bi badanika likay takuna liman khalfaka ayatan Alloh taolo. Bugun dedi, iymon keltirdi Fir'avn. Eslaylik ishlarida. Cho'kayotgan paytda Musoni, Banu Isroil Robbisi iymon keltirdi, musulmonman dedi ham kalimani ham aytib oldi. Lekin Alloh qabul qildimi? Ba'zi o'tadi-yu. Ba'zi bir dindan bir shuncha bo'lgan odamlar, demak umrining oxirida la ilaha illalloh deb olsa, jannatga kirar ekan. Demak shu kalimani aytishgan galanisi. Shu o'layotganda aytmasam bo'ldi ekan, masakan akalar. Hatto aytarsiz ham Alloh bersa, lekin qabul qilammikin Alloh? Fir'avn shu kalimani aytgan. Iymon keltirdim degan. Hadislarda keladi, Jabroil alayhisalom shu kalimani aytganda og'ziga suv urib turdim deydi. Fir'avnga bo'lgan nafratimdan. Sabab shu kalimani oxirigacha aytib olmasin, aytib olsa Alloh kechirib olmasin degan nafrat bilan suv urib turdim deydi. Aytdi ham, lekin Alloh qabul qildimi?
Allohning va'dasi ekan, oradan necha ming yil o'tdi, Fir'avnning jasadi muzeyda turibdi. Nuh alayhisolamning qurgan kemasi bor hozirgi kunda. Mana shu video filmlar bor ekan. Turkiyaning tog'ida turadi bu kema. Ana shu bir tijorat bilan shu yurtlarga boradigan odamlar bo'lsa, bu surishtirib ko'rasizlar. Kemaning sifati. Nuh deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kemani Bo'g'do tog'i ustida yasadi. Kema tutgandan keyin to'fon sodir bo'ldi. Kemaning uzunligi bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bobom Nuh zirosida chig'anoq o'lchovida 300 ziro edi. Endi Nuh alayhisalom mana shu 60 metr, 50 metrga odam tasavvur qilganimizda taxminan 1 kilometrdan oshiqroq bo'lgan kemaning uzunligi. Yog'och kemaning uzunligi akalar. Eni 50 ziro, uzunligi 30 ziro deydi. Kema 3 tabaqadan iborat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'riflashdi. Kemaning usti xuddi to'p singari yopiq bo'lgan, chunki osmondan suv tushishligi bor edi. Chunki Alloh taolo o'rgatdi bu kemani, akalar proyektini kim o'rgatdi? Alloh o'rgatdi. Kim ustasi bo'lib turdi bu Nuh alayhisalomda? Jabroil alayhisalom. Har bitta tabaqasini alohida eshigi bor edi. Bu kema hozirgi kunda mavjud. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Ana shu kemani sizlarga mo'jiza qilib qoldirib qo'ydim. Kema bor hozir. Fikr yuritadigan bormi deb Alloh so'rayapti. Hozir fikr mashvarashga o'tgan 20-asrda olimlar mana shu kemani topishgan. Yuqorida zikr qilingan sifatlarga ko'ra, payg'ambarimizning haq payg'ambarligi ko'ringki, payg'ambarimiz aytgandek sifatlar bilan ekan shu kema. Ana shu dokumentariy filmni olingan ekan. To'fon sodir bo'ldi. Alloh taolo to'fon boshlanishidan avval Nuh alayhisalomga bir alomat ko'rsatishligini aytdi. Ya'ni Nuh ana shu alomatni ko'rgan paytingizda barcha mu'minlarni va hayvonlardan, yer yuzida yashagan hayvonlardan bir juftini kemaga olib chiqing deb buyurdi. Alomat shu ediki, Tamrdan suv chiqish kerak edi. Tamr degani ba'zi ulamolar bu yerdan otilib chiqadigan suvni nazarda tutgan ekan, lekin rivoyatda rojihroqi bu ana shu biz non yopadigan tandir. Tandir o'tda joy, u yerda suv bo'lmaydi. Lekin Alloh taolo alomat qilib tandirdan suv chiqib qoladi dedi. Kemani tutkizib qo'ygan, ana shu alomatni kutib kunlarda birida Nuh alayhisalom ana shu tandirga borib qarasa, tandirda suv paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Endi o'sha paytgacha iymon keltirmaganlarning holiga voy bo'lsin. Chunki ana shu oxirgi lahzalari, oxirgi soatlari hayotda yashab o'tgan. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur kun nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Qachonki bizni buyrug'imiz kelgan paytda va tamnurdan suv chiqqan paytda aytdik, har bitta hayvondan bir juftdan oling, oilangizni oling va iymon keltirganlarni oling. U kishiga iymon keltirganlarning soni juda ozchilik edi deydi. Ana deyapmiz 10 kishi deylar ekan, eng ko'p rivoyat 80 kishi deylar ekan. 80 kishi bo'lganda ham akalar, 100 yiliga 10 ta odam iymon keltirganda nechta odam bo'lish kerak edi? Lekin Alloh yaxshi ko'rgan bandalarga berar ekan iymon. Nuh alayhisalom ana shu alomatni ko'rganda mu'minlarni yig'dida kemaga olib bordi. Endi nima muammo qilyapti bu yerda? Hayvonlar yig'ib kelish kerak. Qayoqdan hayvon istaverdi bir juft. Alomat kelib qoldi. Kemani oldiga mu'minlar yig'ib borganda subhanalloh, yer yuzida mavjud bo'lgan hayvonlardan hammasidan bir juftdan turardi. Go'yoki Nuh alayhisalom chiqishlikka ruxsat so'ragandek. Ana shu chi yo'lbarsda oldi turardi. O'sha tog'da oldi tulki turardi, lekin bir-biriga tegishmas edi. Bularni kim jamladi? Alloh jamladi. Nuh alayhisalom hayvonlarni joylashtirdi va odamlarni joylashtirdi. Shunda Alloh taolo tomonidan buyruq keldi. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Osmondan yomg'ir yog'di demayapti Alloh. Osmon eshiklarini ochib yubordi deydi. U tomchilar yog'madi. Eshikni ochib yuborganda suv qanaqa tushadi ichkariga? Mana shunday suratda suv tushdi. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Va yerda buloqlar bilan portlab deydi. Yerdan otilib chiqdi buloqlar. Unaqa tulpilab chiqmadi, otilib chiqdi. Va osmondan tushgan suv, yerdan chiqqan suv Alloh taqdir qilgan joyda uchrashdi.
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Dar haqiqat Nuh bizga duo qildi, mana qadar chiroyli ijobat bo'ldi. Biz uni va oilasini buyuk bir azobdan, mashaqqatdan saqlab qoldik va Nuhning zurriyotini davomiy yashaydiganlardan qildik. Kemada chiqqanlarda faqat Nuh alayhisolamning o'g'illari ko'payishgan ekan. Qolganlarda Alloh taolo 80 tadan deydigan bo'lsak, 80 ta Nuh alayhisolamning boladan qolganlari birortasi tug'ib ko'paymagan ekan. Shuning uchun Odam alayhisolamdan keyingi ikkinchi odam kim deyiladi? Nuh alayhisalom deyiladi. Ikkinchi odam deyiladi. Alloh taolo mana suvni sifatlab aytadi Qur'onda, boshqa oyatlarda inna lamma tag'al ma'u hamalnakum fil jariya. Albatta suv haddidan oshgan paytda sizlardan o'sha joriy kemada ko'tardik. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iya. Suv haddan tashqari ziyoda bo'ldi. Mana rivoyatlarda keladi, yer yuzidagi eng baland tog' cho'qqisidan 15 metr ko'tarilgan. Yana shu 6600 metrmidi? O'shundan 15 metr ko'tarildi. Ya'ni bu dan shuni tushunsak bo'ladiki, yer yuzida yer jonivorlardan birortasi tirik qolgan emas. Tafsirlarda keladi, ana shu suv haddan oshib ziyodalashib kelgan paytda odamlar toqqa qarab qochadi. Toqqa qarab qochganda suv ko'tarilib kelaveradi. Ayollar emizikli bolalarni qo'lida ko'tarib turadi mana shunday qilib. Suv bo'g'ziga kelganda ana shu ko'tarib turgan bolasini oyog'ini taqib chiqishgan ekan. Jon saqlashlik uchun. Lekin fala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun dedalloh. Zolim bo'lgan kimsalar haqida xitob qilmay menga bular hammasi cho'kib ketadi dedi. Ana shu yaxshi ko'rgan bolasini oyog'ini taqib qo'yib chiqqan ekanki, shoyat suv to'xtab qolsa, ana shu tumshug'im suv ustida qolib qolsa degan umid bilan. Va hiya tajri bihim fil mawji kal jibal. Hud surasi aytadi, bu kema tog'dek mavj, tog'dek to'lqinlarda o'rtasida suzib yurardi deydi. Suvda aytdik mana, kemani ustini yopiqligini. Har qancha suv bo'lsa cho'kmaydigan qilib yasalgan edi. Fa idza stawayta anta wa man ma'aka fil 'ala al-fulki faqul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Ey Nuh, siz va siz bilan birga bo'lgan kishilar kemaga chiqqaninglarda aytinglar, bizlarni zolim bo'lgan qavmdan qutqargan Allohga hamd va sano bo'lsin. Ya'ni kim saqlab ularni bu qavmdan? Alloh saqladi. O'zlari hech narsa qila olmasdi. Demak, mu'minlar o'zining puliga, o'zining quvvatiga emas, Robbisiga bo'lgan tavakkuliga, Robbisiga bo'lgan iymoniga suyanish kerak. Chunki bundan oshiqroq mu'minning quroli bo'lmaydi. Iymon bo'ladi musulmonlar asosiy quvvati. Va qul robbi anzilni munzalan mubarakan anta khayrul munzilin. Mashhur duo. Va ayting ey Nuh, Parvardigoro, albatta bizlarni muborak bo'lgan manzilga tushirgin, albatta sen tushiruvchilarning eng yaxshisisan. Alloh taolo Nuh alayhisalomni oilasini saqlab qolishlikni Nuh alayhisalomga va'da bergan edi. Mana aytdik, Nuh alayhisalomni oilasini Alloh saqlashligini va'da bergan edi. Lekin ana shu o'g'illardan bittasi kofir o'g'li bor edi, kemaga chiqmagan edi. Shunda Nuh alayhisalom o'g'liga nido qiladi. Va nada Nuh ibna va kana fi ma'dan ya bunayya irkab ma'ana va la takun minal kafirin. Ey Nuh, biz bilan kemaga chiqqin, kofirlar bilan birga bo'lmagin dedi. Bolasi aytdi, qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Toqqa chiqib olaman dedi. Suvdan meni saqlab qoladi dedi. Allohning balosi kelgan bo'lsa, bizni har qancha tanishimiz bo'lsin, har qancha pulimiz bo'lsin, har qancha quvvatimiz bo'lsin, buni oldida hech narsa emas. Alloh tomonidan balo kelsa, rivoyatlarda Ibrohim alayhisalom zamonida yashagan Namrud degan podshohni burniga bitta pasha kirib ketgan ekan. Shu o'ldirgan ekan uni. Ya'ni o'zining zamonida mutlaq podshosi katta bo'lgan ekan. Namrud, Zulqarnayn, Fir'avn va Buxtun-Nasr degan odam bo'lgan ekan, tarix shu to'rtta odam o'zining zamonida yashagan odamlarni mutlaq o'zining qo'l ostiga birlashtirgan ekan, mutlaq podshoh bo'lgan. Shundan bittasi Namrudni osmonga nayotgan deyiladi, Ibrohim Robbisini o'ldiraman deb. Shunaqa da'voda bo'lgan, ilohlikda da'vosida bo'lgan podshohni burniga bitta pasha chivin kirib o'ldirib qo'ydi. Ya'ni akalar, bizni yeyotgan oshimizni bir dona guruchi biz uchun balo bo'lishi mumkin.
yoki bir qo'plam ichayotgan, jonimizga rohat bag'ishlayotgan choyimiz bizga zahar bo'lishi mumkin. Mana shuni to'sib qo'ysa pishdi odam. Shuning uchun inson o'zini kimligini tanisa, Robbisini taniydi. Shunaqa bir ojiz, zaif, notavon bandalarimiz Alloh taolo bizga berdi shuning o'zining kalomini. Qala la asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Nuh alayhisalom aytdi, Allohning balosidan Alloh saqlagan odamlardan tashqari hech qaysi saqlana olmaydi dedi. Shuni gaplashib turganda va hala baynahumul mawj fakana min al-nur. Shuni katta bir to'lqin keldida yuvib ketdi. Alloh taolo Nuh alayhisalomga farzandlarini, oilasini saqlab qolishni nima qilgan edi? Shunda istifso qildi. So'radi Robbisidan. Va nada Nuh robba faqala robbi inna ibni min ahli va inna va'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Parvardigoro, o'g'lim meni oilamdan edi. U meni o'g'lim edi. Sen oilamni saqlab beraman degan eding. Seni va'dang haq edi. Hikmat egasi o'zingsan dedi. Ya'ni nimaga cho'kib ketdi demayapti. E'tibor beringlar. Alloh taolo Nuh alayhisalomga mana shu o'g'lini keyingi yashaydigan insonlarga bir ibrat qildi. Innahu amalun g'ayru solih. U solih amal emas dedi. Ya'ni solih amalni qilmadi, gunoh amalni qildi demayapti. U bolani o'zi solih amal emas deyapti. Ya'ni inson ibodat qilmasa, Alloh tomoniga intilmaydigan bo'lsa, u solih amal qilmadimi, o'sha odam solih amal bo'lib qoladi. Wala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Sizda ilm bo'lmaganini haqida mendan so'ramang dedi. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Johillardan bo'lishingdan o'zingdan panoh so'rayman dedi. Nuh shu o'rinda o'g'li haqida so'radi, tavba qildi. Lekin boshqa hech qachon osiy bo'lmadi. Demak, ota bilan bola o'rtasidagi aloqa uziladi agar e'tiqod bo'ladigan bo'lsa o'rtada farq. Bir bolasi kofirlikni tanlagan bo'lsa, otasi musulmon bo'ladigan bo'lsa, bu aloqa uziladi. Endi mehr millat elat egasi bo'lib turib, la ilaha illalloh degan kalimani aytgan bo'lsa, ota boladan ko'ra, kofir ota boladan ko'ra yaqinroq bo'ladi. Hajga borgan birodarlarimiz bu narsani ko'rgansizlar. Yonboshida qop-qora neger, motamada bir yevropalik, mada bir turk, mehr odam, lekin la ilaha illalloh deganligi uchun o'zi qalbingizga yaqin turadi. Shunday emasmi? Demak, aqida aloqasi qondoshlik aloqasidan ustun turadi. Agar qondoshlik aloqasi biri u yoqda, biri bu yoqda tollaydigan bo'lsa. Dunyo suv ostida qoldi. Hayvonlar, odamlar barchasi halok bo'ldi. Faqat suv hayvonlarga tirik qoldi. Yerda hamma qismi cho'kdimi? Hamma qismi cho'kdi. Chunki Alloh taolo hujjat hamma yer yuzida yashagan hayvondan bir juftdan oldi dedi. Demak, boshqalardan cho'kishligiga ishora edi. Kema suvni ustida, dengizdek to'lqinlar ichida 6 oy qolib ketdi birodarlar. 6 oy. Ibn Abbos rivoyatlanadi. Muharram oyini 10-kuni, Ashuro kunida Nuh alayhisalom yerga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu Ashuro kunlari shu roza tutar edi. Alloh taolo mana shu balodan nihoyasiga yetishligini amr qildi. Va qila ya ardu bila'i ma'aki va yasma waqli va ghidal ma va qudiya al-amru va yastawat 'ala al-judi va qila ba'dan liqawmi zolimin. Alloh taolo ey osmon o'zingni tutgin, ey yer suvini yutgin dedi. Alloh taoloning amri bilan suv qaytdi. Va Judi tog'ida to'xtadi deyapti Alloh taolo. Judi tog'i mana shu Turkiyaning tog'laridan biri deyiladi. Ikkinchi urushdan shu nemislar o'tchilar samolyotda uchib o'tganda ko'rgan ekan shu kemani. Mana 20-asrda shu kemani chiqib topishib, syomka qilib aytib mana dokumentariy filmlari bor ekan. قيل يا نوح اهبط منا بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Ya Nuh, siz va siz bilan birga bo'lgan kimsalar men tomondan salom va barakat bilan tushinglar. Nuh alayhisalom 6 oy orasida to'fonni to'xtashligini kutdi. Va suv tinchiganda kaptarni tushirib turdi. Tog' ustiga o'rnadi deyapmiz. Kaptarni tushirdi. Bir necha marta qaytib keldi, quruq qaytib keldi. Ana shu navbatdagi uchirishlarda bittasi uchirganda tumshug'ida zaytunni shoxchasini olib keldi. Ya'ni suv pastlaganligi, daraxtlar chiqqanligini belgisi edi. Ana shu tinchlik belgisi deymiz-ku, kaptarni chizib tumshug'iga qachib qo'yiladi. Bu bizni shariat islomimizda va tarixda bor ekan bu narsa.
Kaptar tumshug'ida ana shu zaytonni shoxchasini tishlagan. Ya'ni keyingi safar uchirganda kaptar oyog'ida ozgina turpoq bilan keldi. Ya'ni yer ochilganligiga ishora edi. Nuh alayhisalom yerga tushdi. Yer yuzida hech kim qolmagan edi. Mana bu gapimiz boshlatdik-ku, agar hamma yomonlar yo'q bo'lsa nima bo'lardi ekan? Yana boshqadan yomonlar boshlanadi-da. Mana Nuh alayhisalom uchun Alloh taolo yerini tozalab qo'ydi kofirlardan. Lekin keyingi kofirlar qandan keldi? Mana shu yaxshi odamlarni bolalardan chiqarmadimi? Turkiyada ana shu qishloq Samanina Nuh degan qishlog'i bor ekan. Shu televizorda bir eshitganimiz Samanina Nuh degani, Samanina degan til bilgan birodarlarimiz bo'lsa 80 degani. 80 ta Nuh degan qishloq bor ekan. Ya'ni ana shu yerga tushgan birinchi Nuh alayhisalom degan nima da'vosi bor ekan, qanchalik sahih Alloh a'lam. Insoniyatda otalari bizimizda aytishar ekan shular. Shu qishloqning nomi 80 ta Nuh deb nomlanar ekan. Nuh alayhisalom bilan kemaga chiqqanlardan birortasi tug'madi. Faqat Nuh alayhisalomning ayoli va farzandlari tug'di. Nuh alayhisalom ikkinchi odam deyildi. Faqat va jahanna zurriyatuhumul baqin. Faqat Nuhning zurriyatini yashovchilardan qildik dedi Alloh taolo. Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li bor edi. Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li bor edi. Bu Som, Ham va Yafis. Yana shu bolalarini ranglarga ajratib qo'ygan ekan. Som bolalarining ichida oq ranglilar, ozgina qorachalar bor ekan. Xomni bolalarining ichida qoralar va ozgina oqlar. Yafisdan mallarang, qizil rangli odamlar deyilyapti. Shunda aytib o'tilyapti, yahudlar bilan arablar Som zurriyotidan. Afrikaliklar Som zurriyotidan. Turklar, Sharqiy Osiyo, Yevropa, ya'ni biz Yafisdan deb aytilar ekan. Nuh to'fondan keyin 350 yil yashadi. 350 yil Alloh taolaga biror marta osiylik qilgani yo'q. Nuh alayhisalom 1 yil to'liq roza tutarkan, roza tutganda. Faqat hayit kunlari tutmasida rivoyat qilinadi. Nuh alayhisalom vafot qiladi. Eng rojih rivoyatlarda Makka da dafn qilingan degan rivoyatlar bor. Va ba'zi rivoyatlarda Livanda Karkil Biqo degan joyda ko'milgan deylar ekan, lekin tevadagi rivoyat rojihroq. Bashariyat Nuh alayhisalomdan keyin Hud va Solih alayhisalomni payg'ambarlik davrini ko'rdi. Mana qissaning oxiriga kelar ekanmiz, nima xulosa olamiz? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deydigan qavmning ichida yaralganligimizdan kattaroq ne'mat bo'lmaydi biz uchun. Biz birorta bir payg'ambarning zamonida yashamayapmiz. Birorta bir payg'ambarni osmondan tushirib bergan mo'jizasini ko'rmayapmiz. Payg'ambarlar bo'lgan ekan, tuyani toshning ichidan chiqarib bersa, qavmi kofir bo'lgan etmagandek so'yib yeb qo'yishgan ekan. Qavmlar bo'lgan ekan, osmondan dasturxon tushirib beradimi Robbing deb Iso alayhisalomga aytishganda osmondan dasturxonni tushirib berdi, o'tirib hammasi yeyishdi, yana kofir bo'lishaverdi. Qavmlar bo'lgan ekan, 10 tadan mo'jizani ko'rib turib, ustiga tog'ni ko'tarib kelib qo'yganda bostirib yuboraman, Tavrotni qabul qilinglar deganda majbur qabul qilib keyin yana kofir bo'lavergan ekan. Qavmlar bo'lgan ekan, 70 kishini tanlab olib payg'ambari Allohga kofir bo'lib, Allohning ovozini eshitib ham iymon keltirmay, Allohni o'zini ko'raylik deganda Alloh o'ldirib yana tiriltirgan ekan. Shunga ham iymon keltirmagan ekan. Birodarlar, siz bilan bizga berilgan ne'mat shu qadri balandki, buni qadriga har qancha gapirmaylik, bu dunyoda yeta olmaymiz. Alloh taolo aytadi: "Va ista'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar meni bergan ne'matimni shukrni ado qila olasizlar, men ne'matimni ko'paytirib beraman deydi. "Va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar kufr keltirsanglar, shukr qilmasanglar, azobim qattiq deydi. Oladigan birinchi xulosamiz, iymon degan ne'matni bizga Alloh taolo shunday hadiya qildi, qadriga yetaylik. Ikkinchi oladigan darsimiz, bizni qilayotgan dunyoviy tijoratimizga albatta shu aytayotgan istiqbollarimizni to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ekan. Chunki 5 dana sanoqda qilyapti, bitta istiqbol aytgan odamlar. Aqida bu akalar. Mikin desak iymondan ketib qolamiz, chunki Alloh va'da qilyapti buni. Mikin deb bo'lmaydi. Aniq shunaqa. Yomg'ir beraman deyapti kishilarda. Mol dunyo bola chaqa bilan quvvatlantiraman. Daryolarda to'lib suv oqadi, bog'roqlarni beraman deyapti. O'rida uvorib yomg'ir. Ko'rdinglarmi? Kim ishi bu? Yomg'ir yog'masa hamma qurib ketyapti deb yig'layapmiz. Yomg'irni berishni ko'paytirib qo'ysa o'yinimiz o'ryapti. Kim qo'lida ekan bu narsa? Biz hali hunarimizga, tayyorgarligimizga, olib qo'ygan azotimizga, kislatamizga, dorimizga suyanmasin, Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Alloh xohlamasa, biz bir qoplam suv yuta olmaymiz.
La havla va la quvvata illa billah. Hech qanday kuch, hech qanday quvvat yo'q. Kim bilan bormagan? Alloh bilan bor. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Alloh qodir qilsa Hud alayhisalomni, bundan keyin Solih alayhisalomni tarixini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.